зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Hurmatli azizlar, vatandoshlar, barchaga xayrli kech. Bahorimizning ilk kuni hamda ro'zai Ramazon oyining ilk kuni barchaga muborak bo'lsin azizlar. Biz Rossiyada Rost tabrik jamoasi galdagi manzilimizga yetib keldik. Hozir Adolat onamizni birgalikda xursand qilamiz. Zamin uzra tushmuş bugün melekler, Allah rahmetinden to'lmuş bugün felekler. İcabattir bugün barcha tilaklar, Bismillah deya ko'taring bilaklar. Bismillahirrahmanirrahim deya assalomu alaykum deyishga ijozat bergaysizlar. Avvalambor assalomu alaykum munis va mo'tabar onajonlarim, barchangizni ko'rganimizdan benihoyat bag'oyatda shodmiz albatta. Hurmatli aziz davra qatnashchilari, onajonlar, opajonlar, singiljonlar, bugun bahorning ilk kuni 1-mart hamda ro'zai Ramazon oyining birinchi ilk kuni barchamizga muborak bo'lsin albatta. Shu o'rinda esa hurmatli aziz davra qatnashchilari, biz Rossiyada Rost tabrik jamoasining ushbu davramizga tashrif buyurishimizning asosiy maqsadi mana shu davramizning bugungi shodiyonimizning ajoyib bir sababchisi hurmatli onajonimiz Adolat onamiz 60 yoshni qarshi olibdilar. Bitta qarsaklarni olishlaymiz albatta. Assalomu alaykum onajon, yana bir bora sizga tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bu yoshlarni doimo ko'pini ko'ring onajon. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Qolaversa mana shu yerda yig'ilgan barcha qarindoshlaringiz, opa-singillaringiz, dugonalaringizni ham baxtiga doimo sog' va salomat bo'ling onajon. Ilohim 80 dan sakrang, 90 bilan to'qnashing, 100 bilan yuzlashib bering. Bugungi ajoyib shodiyona bilan sizni o'g'lingiz Umidjon akamiz chin qalbdan samimiyatilar tabriklamoqdalar. Chet elda ekanlar akajonimiz onajonimga iltimos qildilar, yetkazib qo'ying deb. Umid aka aytdilarki, men onajonimni juda ham yaxshi ko'raman dedilar. Onajonim borlar, men hayotman deb aytdilar. O'zi aslida azizlar, inson uchun dunyoda eng aziz inson bu albatta munis va mo'tabar onajonlarimizdir. Onajonlarimiz faqatgina bizni 9 oy qorinlarida, 3 yil qo'llarida qolgan butun umr esa yuraklarida asrab o'tar ekan. Shunday ekan munis va mo'tabar onajonlar, doimo baxtimizga sizdek onajonlarimiz, barchamizning onajonlarimiz sog' va salomat bo'lishini Allohimdan takror va takror so'rab qolamiz albatta. Yana shu onda esa hurmat bilan Adolat onamizning qizlari Guljahon opa hamda Xurshidaxon opalarimiz ham sizni chin qalbdan samimiyat ila tabriklab qo'ymoqdalar albatta. Xurshida opam ham Guljahon opam ham shunday onajonimizni juda yaxshi ko'rar ekanki, tarbiyaga tili ojiz albatta. Shunday ekan aytib qo'ydilar men nomimdan, o'zlarim nomidan faqat va faqat onajonim uchun ajoyib tilaklar, samimiy so'zlar aytishingizni so'rab qolaman dedilar. Shu o'rinda esa onajonimizni 9 nafar nabiralari ham bor ekanlar albatta. Ilohim mana shu azizlar kelinglar. O'zbekimizda, xalqimizda qolaversa, turli xil millatlarda ham kerak bo'lsa, shunday bir ibora bor. Farzand boqish qaysi yoshgacha? Vaqtincha nabira boqishi o'lguncha albatta onajonlar. Albatta to'g'ri onajonlarimiz mana to'g'ri aytmoqdalar. Ilohim mana shu nabiralaringiz baxtiga ham doimo sog' va salomat bo'ling onajon. Albatta aytishadiki, danagidan mag'zi shirin deb sizga aytmaydi xalqimiz, shunday ekan. Doimo sog'lik, salomatlik tilaymiz onajon sizga. Nabiralaringiz nomidan ham ajoyib bir tilaklarni sizga yo'llab qoldilar. Hozir esa mana shu ajoyib bir guldastamiz siz uchun onajon. Marhamat. Qarsakina bilan onajonimizga guldastani topshirsak bo'lganda.
esa onajon mana shu farzandingiz nomidan, farzandlaringiz nomidan siz uchun atalgan ajoyib bir she'r bor. Mana shuni eshittirsam albatta. Haqning menga in'omi, tilloga teng kalomi. Hatto tanbeh dushmani hikmat mening onamdir. Qalbida bor quyoshi, quvonchdan ko'zda yoshi, tog'lariga teng bardoshi, jannat mening onamdir. Sabrdan kiygan libos, or nomus unga pardoz, xuddi farishtaga xos, xilqat mening onamdir. Men borar tanho go'shar, poyimga mehrin to'shar, er yuzidagi o'sha jannat mening onamdir degan. Muborak bo'lsin. Qani qarsanglar yetishmayapti onajonimiz uchun albatta chiroyli qarsanglar. Rahmat kattakon. Endi esa hurmat va ehtirom bilan onajonimiz uchun atalgan ajoyib bir tortni birgalikda qarshi olamiz. Qani qarsanglar bo'lsin albatta. Marhamat. Qarsaklar bilan onajon sal o'tirib kelamiz davramizga. Ana onajonlar birgalikda olqishlab turamiz albatta. Mana bu jonimiz ham bor ekan mana shu yerda. Barchamizga qutlug' bo'lsin bugungi ayol. Ana onajonimizni ham shamlar o'chamiz. Ofarin tasonot. Bravo, ofarin, ofarin. Qo'yib o'tir albatta. Rahmat kattakon. Endi esa Adolat ona hurmat bilan men siz tomoningizdan moqchiman onajon. Albatta bugungi tug'ilgan kuningizga Bazmi Jamshidga ko'plab insonlar tashrif buyurgan ekan. Hozir esa hurmat bilan mana qizingiz nomidan ajoyib bir tilaklar, samimiy tilaklar istak va sovg'alarni sizga topshirsalar. Marhamat Marhamat onajonimiz uchun atalgan ajoyib bir samimiy tilaklar sizdan. Sevgidan bulijon, vaqtimizda sog' salomat garit, hammamona baxtimona dinet. Sadovat garit. Qoyil, ofarin, tasona, bravo. Hurmat bilan Adolat onajonimizni o'zlaringizdan aman onajon, mana shu yerga kelgan qavm qarindoshlaringizga, qolaversa farzandlaringiz, nabiralaringizga o'zingiz uchun ham atalgan ajoyib tilaklar mana ro'za Ramazon oylari, bugungi bahorning ilk kunlari. Marhamat onajon, endi so'z navbatini o'zingizga beramiz. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan dugonalarim, ustozim, Pilatlar mana bu kishi opamiz, bekartamiz, bizlarga dars bergan opajonimiz, hammalaringizga xush kelibsizlar, hammalaringiz. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Meni shu kunlarga aytganga mana shu o'zimni ustozim, yoshligimdan shu kishilarga dars berib, mol boqishni, bilimni, mehnatni, uyli, joyli, oilaga mustahkam, eriga shunday vafodor bo'lishni mana shu ustozimiz bizga o'rganganlar. Men shu kishilardan o'rganib, mana erimga sadoqatli, bolalarimga shunday mehribon, o'g'il qizlarimga, nevaralarimga shu kishining tarbiyalar bilan men shu kunlarga yetkazganman. Shu kishi ilohiy boshimizga yuzlarga kirsinlar. Hammalaringizga rahmat deganlarimiz uchun sizlarni yaxshi ko'raman hammalaringizga. Endi
mana tabrik nimasi Albatta. Endi onajonlarimizga izlanamiz, marhamat. Yuqorida hojijonalarimiz turibdi, albatta, marhamat. Yoshlar ulug', albatta. Ben onajon. Chunki maktabda biz ona bo'lib ularga mehr berdik, bag'rimizni oldik. Hozir ham shunday bag'ri kenglik bilan, mehr bilan quchib qo'yamiz. Tavallud kunim bo'ray bo'lsin. Ofarin, mehrobatlaringizga ko'z tegmasin. Qoyil maqom juda ham zo'r. Ajoyib. Hammani xonadoniga borib, ko'ngliga mehr ulashib, yaxshi kunida hamroh bo'lgan yigitlar, aylanaysizlardan do'ybaslaring bo'lsin, ular umrlaring uzun, rizqlaring farog' bo'lsin-da, bugungi bahorning kunlari, Ramazon oyining 1-kuni bilan hammalaringni tabriklayman. Men adolatga qancha gapirsam shuncha kam, chunki maktabning changini chiqargan qiz bola bo'lsa ham o'g'il bolalar buni qo'lga qisib sola olmasdi. Shunaqa shijoatli, baquvvat, ajoyib, hamma narsada o'rnak bo'ladigan qizim edi. Haliyam mahallada o'z o'rni bor, xalqimga ilmi beminnat xizmat qilib yuribdi. Qarangki, bolalar shuncha ardoqlab gapni ko'p gapirib o'tirmagay, mana shunday kunni tashkil etibdi. Bu ona uchun bir katta sharaf. Ona uchun bu baxt, tuganmas boylik. Ilohim Adolatjon sog' salomat bo'lib yursin-da, balaginalarni boshiga o'ynab ko'rib yursin. Marhabaxon Karimovani bitta she'rini aytaman, yozib olinglar, chiroyli qilib. Depsini otsin osmonga, shukr qilsin har kun zamonga. Qo'lin dadil uzatar nonga, hayot bo'lsa kimning onasi. Qoqilmaydi tosh yo'lda ham, sovuq qotmaydi qor do'lda ham, turtolmaydi hech bir muttaham, hayot bo'lsa kimning onasi. Yurilmaydi nohaq bir pati, faqat bo'lar yaxshi sifati. Issiq turar doim ovqati, hayot bo'lsa kimning onasi. Shirin so'zga bo'lmaydi hech zo'r, esi jizlar berolmas ozor. Duosidan taqadi tumor, hayot bo'lsa kimning onasi. Ko'zi borning suti tegmaydi, badqiliqning do'qi tegmaydi, hatto dushmanining o'qi tegmaydi, hayot bo'lsa kimning onasi. Marhaba ona bir ne'mat. Bu dunyoda qurilgan jannat, yetsin uning qadriga faqat, hayot bo'lsa kimning onasi. Onalar uchun taqat. Ofarin, tasana qo'yil maqom. Onajonimiz uchun ham gapirsangiz aslo. Balajonim, bugungi ulug' ayyomingiz bilan sizga dildan muborakbod etaman. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Yaxshi ko'rgan o'quvchim bo'lgani uchun oyoqim ishlamasa ham meni sudrab yerga cho'kdilar. Ilohim ana shu Adolatjonni 100 yoshga kirganda yoniga turib, muborak yoshing, muborak 100 yoshing muborak bo'lsin deyish bizlarga nasib etsin. Ishxonalaringga omad, kisalaringga daromad, o'zginalaringga sihat, salomatlik, xonadonlaringga tinchlik, osoyishtalik. Uylanganlar baxtli bo'lsin, uylanmaganlarga ahli solih chiroyli kelinlar, aqli chiroyli bo'lgan. Rahmat onajon, aytganingiz kelsin. Nurakida to'jaksan. Rahmat, kattakon tashakkur onajon. Bizga keling, hamisha sizdan birga bo'laylik. To'ylarimizga marhamat boshi bo'ling. Sizdan da faxrlanamiz. Qishlog'imiz haqida rahmat bo'lingizga shukur. Rahmat. Tashakkur. Marhamat, Adolat opamizni dugonalariga marhamat navbat beryapmiz. Opajon, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shunday dargohga qadaqay juda qilib kelibsizlar, onajon Adolat. O'z oti bilan Adolat. O'z oti bilan Adolat. Adolat tarafda turadigan, bukladi lekin sinmaydigan. Mahallani faolligi ham ana shu o'qituvchilardan o'rgangan. Shaffofligi ham hammasini. Allohim umringizga umr qo'shsin. Baxtingizga baxt qo'shsin. Quvonchingizni ko'p qilsin. Farzandlaringizni kamolini ko'rdingiz, nevaralaringizni kamolini ko'rish nasib qilsin. Allohim eldan qolmang. Ilohim nimaniki niyat qilgan bo'lsangiz, Allohim zudlik bilan, ortig'i bilan yetkazsin. Parvardigorim nazdidan hech qachon tushmang. Allohim panohida bo'ling. Hajlarga borish nasib qilsin. Umidjon orqasidan hajlarga borib, haj oshida qilib. Umidjon ham kiroyi farzand. Qizlari ham, o'g'il qizlari ham shunday yaxshi ona, yaxshi farzandlarga tarbiya bergan. Haqiqatdan endi aziz bo'lgan dugonajonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dugonalar nomidan O'zbekiston
Mayda. Amisha. Aferin, tasanno, qutlug' bo'lsin onajon. Tabriklaymiz yana bir bora takror. Endi esa onajonlar, opajonlar qaranglar, yuqorida juda ham ajoyib samimiy tilaklar bo'ldi. Kelinglar, mana shuni isbot bilan qilib, davramizda sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan o'ynab davom ettiramiz. Marhamat, davramizga taklif etamiz onajonlar. Kelinglar. Gap bo'lishi mumkin emas, onajonlar. Juda ham ajoyib bo'ldi bugungi ajoyib bir tug'ilgan kun. Onajonlarimiz, opa-singillar, barcha-barchangizni endi ajoyib bir fotosessiyalar uchun davramizga yana bir bora taklif etib qolamiz. Marhamat, onajonlar, opa-singillar. Rasmlarga esdalik uchun. Albatta, marhamat, rasmlarga kelib tushishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz markazida Roseteros tabrik jamoasi bo'ldi. Barcha-barchangiz bilan yaxshilik kunlarda, mana shunday ajoyib bir tug'ilgan kunlarda uchrashish nasib etsin hammamizga. Rahmat, sog' bo'linglar. Boylik, ilohim adolatjon sog'-salomat bo'lsinlar. Balaginalarni boshiga o'ynab qo'ydirsin. Marhaboxon Karimovani bitta she'rni aytaman, yozib olinglar, chiroyli aytaman. Do'ppisini otsin osmonga, shukr qilsin har kun zamonga. Qo'lin dadil uzatar nonga, hayot bo'lsa kimning onasi. Qoqilmaydi tosh yo'lda ham, sovuq qotmaydi qor do'lda ham, turtolmaydi hech bir muttaham, hayot bo'lsa kimning onasi. Yurilmaydi nohaq bir pati, faqat
yaxshi sifati, issiq turar doim ovqati, hayot bo'lsa kimning onasi. Shirin so'zga bo'lmaydi hech zo'r, insu jinslar berolmas ozor. Duosidan taqadi tumor, hayot bo'lsa kimning onasi. Ko'zi borning suvi tegmaydi, badqiliqning turqi tegmaydi, hatto dushmanining o'qi tegmaydi, hayot bo'lsa kimning onasi. Ey marhabo ona bir ne'mat, bu dunyoda qurilgan jannat, yetsin uning qadriga faqat, hayot bo'lsa kimning onasi. Onalar kimda qoldi? Ofarin tasanno qo'yamaman. Onajonimiz uchun ham gap bo'lmaydi aslo. Xalajonim, bugungi ulug' ayyomingiz bilan sizga muborakbod etaman. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Yaxshi ko'rgan iloyim ana shu Adolatjonni 100 yoshga kirganda yoniga turib, muborak yoshingiz muborak, 100 yoshing muborak bo'lsin deyish bizlarga nasib qilsin. Ishginalaringga omad, kisalaringga daromad, o'zginalaringga sihat, salomatlik, xonadonlaringga tinchlik, osoyishtalik. Uylanganlar baxtli bo'lsin, uylanmaganlarga ahli solih chiroyli kelinlar, aqli chiroyli bo'lgan. Rahmat onajon, aytganingiz kelsin. Nurakida to'jaksa. Rahmat kattakon onajon. Bizga keling, hamisha siz bilan birga bo'laylik. To'ylarimizga Odamlar juda qilib kelibsizlar, onajonimiz o'z oti bilan adolat. O'z oti bilan adolat tarafga turadigan, buklarni lekin sinmaydigan. Mahallani faolligi ham ana shu o'qituvchilardan o'rgangan. Shafqatligi ham hammasini. Allohim umringizga umr qo'shsin. Baxtingizga baxt qo'shsin. Quvonchingizni ko'p qilsin. Farzandlaringizni kamolini ko'rdingiz, nevaralaringizni tamolini ko'rish nasib qilsin. Allohim eldan qolmang. Ilohim nimaniki niyat qilgan bo'lsangiz, Allohim zudlik bilan, ortig'i bilan yetkazsin. Parvardigorim nazdidan hech qachon tushmang. Allohim panohida bo'ling. Hajlarga borish nasib qilsin. Umidjon orqasidan hajlarga borib, haj boshlab Umidjon ham kiroyi farzand. Qizlari ham, o'g'il qizlari ham shunday yaxshi ona, yaxshi farzandlarga tarbiya bergan. Haqiqatdan elda aziz bo'lgan dugonajonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dugonalar nomidan O'zbekiston valyutasi. Ofarin tasanno bo'lsin onajon. Tabriklaymiz yana bir bora takror. Endi esa onajonlar, opajonlar, qaranglar, yuqorida juda ham ajoyib samimiy tilaklar bo'ldi. Kelinglar, mana shuni isbot bilan qilib, davramizda sho'x qo'shiqlar bilan o'ynab davom ettiramiz. Marhamat. Telefondan nefret metali ha?
ey bozana omadet, ey bachcha xush omadet, assalom xush omadet, nazmikor salomatet, ey bozana omadet, ey bachcha xush omadet. Miona va akses, miona va. Ini diga kasih.